Bugun viloyat rahbari boshchiligida hokimlik soatida oilaviy ajrimlarni oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar hamda viloyatdagi oila va xotin-qizlar maskanlari faoliyati atroflicha muhokama etildi. Unda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish borasida amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda oilaviy qadriyatlar borasida hali qilinajak ishlar ko'pligi ta'kidlandi. Xususan, joriy yilning 4 oyi davomida viloyatda 457 ta ajrimlar qayd etilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 16 taga kamayganligi ijobiy holat bo'lishi bilan birga, Oqoltin tumanida o'tgan yilga nisbatan 8 taga, Sirdaryo va Sayxunobod tumanlarida 7 taga, Yangiyer shahrida 4 taga oshganligi tanqid qilindi. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan muhokamada ajrim qayd etilgan oilalar tahlil qilinganda 159 tasi, ya'ni 35% 1 yildan 5 yilgacha, 298 tasi, ya'ni 65% 5 va undan ortiq yillar davomida birga yashagan oilalar ekanligi bildirildi. Afsuski, mahalla fuqarolar yig'ini raisi rahbarligida oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha komissiyalar tomonidan oilaviy ajrimlarni oldini olish bo'yicha ishlar talab darajasida emas, deya ta'kidladi viloyat rahbari Erkinjon Turdimov. Bunga misol sifatida esa Sirdaryo tumanining Mirzo Ulug'bek va Xazina mahallalarida 5 tadan, Oqoltin tumani Ko'rkam Diyor mahallasida 5 ta, Guliston shahar Bo'ston mahallasida 5 ta, Xovos tumanining Farhod va Gulbahor mahallalarida 4 tadan ajrimlar soni yuqoricha qolayotganligini keltirdi. Erkinjon Turdimov muhokama davomida tuman va shaharlardagi oila va xotin-qizlar maskanlari faoliyatini tahlil qilib, ushbu maskanlarning asosiy vazifasi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash belgilangan bo'lsa-da, ayrim mas'ullar tomonidan ishlar o'z holiga tashlab qo'yilganligini aniq misollar bilan ko'rsatib berdi. Joriy yilning 4 oyi davomida viloyatda 1881 nafar juftlik oila qurish uchun ariza topshirgan bo'lib, ularning 889 nafar juftligi yoki 47% o'quv kurslariga jalb etilganligi, bu borada ishlarni qayta ko'rib chiqish zarurligi ta'kidlandi. Nikohlanuvchi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash o'quv kurslariga Boyovut tumanida ariza berganlarning 34%, Guliston shahrida 41%, Shirin shahrida 43%, Xovos tumanida 46% va Guliston tumanida 46% jalb etilganligi salbiy holati bo'yicha ushbu hududlarning mas'ullari hisoboti so'raldi. Yakunda barcha tizimlarning o'zaro hamkorligini kuchaytirish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, yoshlar va oilaning ma'naviy axloqiy rivojiga alohida e'tibor qaratilgan chora-tadbirlarni olib borish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu bilan birga amaliy ishlarni rejalashtirishda mahalliy muammolar va ehtiyojlar asosida maxsus dasturlar ishlab chiqilsa, natija yaxshiroq bo'lishi ta'kidlandi.